Bugun siz bilan may.gov.uz portali orqali bino va xonalarning yong'in xavfsizligi talablariga muvofiqligi to'g'risida xulosa olish uchun ariza yuborish tartibini ko'rib chiqamiz. Oferta shartlari bilan tanishib, keyingi qadamga o'ting. Ariza berish oynasida so'ralgan ma'lumotlarni kiritishni boshlang. Avvalo, obyekt joylashgan hududni va tumanni belgilang. Obyektning manzili avtomatik taqdim etiladi. Obyektning kadastr raqami va xulosa olish maqsadini kiriting hamda keyingi qadamga o'ting. Barcha ma'lumotlar to'g'ri kiritilganiga ishonch hosil qilganingizdan so'ng yuborish tugmasini bosing. Agar xizmat uchun birinchi marta ariza berayotgan bo'lsangiz, yangi invoice olishni belgilab, arizani yuboring. To'lov amalga oshirilgach, 10 ish kuni ichida ariza tegishli vakolatli organ tomonidan ko'rib chiqiladi. Xizmat natijasi haqidagi ma'lumotlar may.gov.uz portalidagi shaxsiy kabinetingizga xabarnoma shaklida yuboriladi. may.gov.uz bilan vaqtingizni tejang.